Agar sizga ham immunitet tushganini bilib qolgan bo'lsangiz, albatta lavlagi sok ichishni boshlang. Ammo bilsa kerak, u qon ko'paytirishga ham juda ham zo'r, lekin uni antioksidanti, vitaminlari shunaqangi ko'pki, sizni immunitetingizni, sizni jigar faoliyati, ichak faoliyati normal ishlashini ta'minlab beradi va tez charchab qolishlaringizni oldini oladi. Kecha yuvib olib qo'ygan sokovijmalkani bugun yana ishlataman desam, mana shunaqangi qoldiqlari ko'zimga tashlandi. Bilasizlar, har xil qoldiqlar o'zida bakteriya ko'payib, infeksiya ko'paytiradi. Shunga iloji boricha bavida sokovijmalkani uvitib qo'yaman. Aytganimdek, men bu sokovijmalkani o'zi yuvganman, lekin ko'rganlaringdek, qo'li kirmaydigan, gubga yetib bormaydigan, hech qanaqa lattalar kirmaydigan joylariga kislorodni очиститель kirib, o'zi o'sha qoldiqlarni parchalab tashlaydi. Mana ko'rganlaringdek, shularni gel-bel ishlatmadim. To'g'ri chayqadimda, shunaqa yaltirab qoldi. Nержавейка tomonlari ham, plastmaslari ham yangidek bo'lib qoldi. Qo'lim kirmagan joylarida qoldiqlari umuman bitta ham qolmadi. Oshxonangizda eskirib qolgan, rangini yo'qotgan, chirib bo'lgan hamma ish-tovoqlarga bemalol bavini ishlatsa bo'ladi. Ko'rganlaringdek, chiroyli qilib stiklolarni ham, plastmaslarni ham, nержавейкаlarni ham o'zini zo'r holatiga qaytarib beradi. Bu sinalgan usul, kislorodni очиститель olib ishlatib ko'rishingizga maslahat beraman. Sokovijmalkamni dezinfeksiya qilib oldim. Endi bemalol sog'lig'im uchun foydali soklar tayyorlasam bo'ladi.